alaykum. Aziz obunachilar, mana biz hozir Kazan shahrida sekin aylanib yuribmiz. Xudo xolasa mana shu Kazan shahrida ko'chalarni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Xudo xolasa bu yo'nalishimiz prospekt necha deydi bu yog'ini aka? Yujniy trassada ketyapmiz. Eski obunachilar xudo xolasa mana shu joyda hozir havo nima bo'lib qolibdi. Все уже нашел, тут декабристов там